Umummilliy boyligimiz bo'lmish yerga oid munosabatlarda qonuniylikni ta'minlash, u bilan bog'liq noqonuniy holatlarning oldini olish bo'yicha huquq-tartibot idoralari tomonidan muntazam ravishda faol tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmatining katta tezkor vakili Xiva shahri hududidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ekish uchun ajratilgan 12 sotiq yer maydonida uy-joy qurish uchun hokimiyat idoralarida ishlovchi mansabdor tanishlari orqali ruxsat olib berish evaziga fuqarodan 30 ming AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Ichki ishlar vazirligining shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Farg'ona viloyatida kuzatilgan holatda Buvayda tumanida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan shaxs 2006-yilda tug'ilgan tanishi bilan til biriktirib, o'zi va 14 nafar yoshlarga dehqonchilik qilish uchun davlat tomonidan imtiyozli shartlar asosida ajratilgan jami 3 gektar yer maydonini tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 115 million so'm talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda qonunbuzarlar 9500 AQSh dollari va 700 ming so'm olgan vaqtlarida ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Sizga sotib bering deb iltimos qilgan odam kimni yerini sotmoqchi bo'ldi? O'ziniki. Nechta fuqaro nomiga rasmiylashtirilgan? 14 ta ishchi. 14 ta fuqaro. Bu dehqon xo'jaligi uchun ajratilgan yermi? 14. O'sha yerda sotish noqonuniyligini bilarmidingiz? Men bilardim. Men hojiyonizni pul sanab beraman. Jami 9,5 ming AQSh dollari и 700 ming so'm o'zbek kupyurasidagi pullar. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 2-qismi A, B bandlari va 229-prim 6-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, yer maydonlaridan qonuniy asosda unumli foydalanish mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga va aholining turmush tarzi yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi. Shu sababli uni asrab berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish lozim.